Короче, sizlar bilan Jek anavi qizni pulini qaytarib berishini vashshi buyurmayapti, jin ursin. Va to'pponchani ham olamiz o'zimizni ishimizni davom ettirish uchun. Xo'p, endi anavi qizni do'koniga boramiz va pulni topshirib kelamiz. Ketdim. Agarda bu qismda nimalar bo'layotganini tushunmasangiz, birinchi va ikkinchi serialni ko'ring, o'shanda tushunib olasiz. Haqiqatcha kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar. Bizda tezroq mingta bo'lishimiz kerak. Ana u qizni do'koni shu yerda bo'lishi kerak adashmasam. Bu kim? Mayli, keyingi safar olib ketaman. Xo'p, shu yerda edi adashmasam. Ha, mana shu yerda ekan. Ya, bu do'kon nimaga buzilib yotibdi? Ichida u qiz ham yo'q. Xo'p, bunda qo'shnilardan so'rab ko'raman. Assalomu alaykum. Ana u do'konni egasini qayerdaligini bilmaysizmi? Yo'q, bilmayman, qayerdaligini. Voy, qayerda bo'lishi mumkin? Bu yerda bormi kimdir? Yo'q, hech kim yo'q ekan, ketdik. Короче, bu yerga o'tir, senga hammasini tushuntirib beraman. Ha, xo'p, mayli, lekin qayerda o'tiraman? Ha, mayli, kerak emas. Короче, men u qizni akasi bo'laman. U pulni menga ber, men esa unga berib qo'yaman. U hozircha ta'tilga ketdi. Xo'p, unda akasi bo'lsa, sizga pulni beraman, oling. Lekin sizga ishondim. Meni ishlarim yurishmayapti. Pulni albatta berib qo'ying, esingizdan chiqmasin. Xayr. Va nihoyat uni tanishi, ya'ni akasini topdim. Endi ishlarim yurishib ketadi degan umiddaman. Qani ketdim, bittasini o'marishim kerak. Hoy qiz, xudoga shukr seni topdim. Yuri uyda batafsil gaplashib olaylik. Seni pulingni o'margandan keyin vashsha umuman meni omadim kelmayapti. Xo'p, mayli, siz avval unda meni pulimni bering, ijaramni to'lashim kerak. Voy, akangga berdim-ku pulni, akangga. Yana kimni aldayapsiz? Meni akam yo'q.